hayotingizdagi eng og'ir sinov qaysi desa, aytamiz ekan, eng og'ir sinov onamdan ayrilishdi. Onadan ayrilish sinovining og'irining og'iri esa onangizni jon berishiga qarab turishlik ekan azizlar. Bundan ortiq sinov yo'q. Bundan ortiq sinov kim boshiga tushgan bo'lsa biladi. Men boshimga tushgan, buni ko'rgan, bilgan biladi azizlar. Onangizning yuziga termilib, qo'lingizdan hech narsa kelmasdan onajon diydor qiyomatga qoldi deb tan berib turishlikdan og'irroq sinov yo'q azizlar. Manman degan yigitni bu qaddini bukadi. Manman degan yigitni ko'ziga yosh keltiradi. To'g'ri, sabrga chaqiramiz. To'g'ri, qiyomatda ko'rishamiz, umidimiz bor. Yaxshiyamki shu iymonimiz bor. Onajon ko'rishamiz degan narsamiz bor. Lekin inson bunga toqat qilish qiyin. Ammo Rasulimiz alayhissalom go'daklik chog'ida shu imtihonni boshdan o'tkazdilar. Go'daklik chog'ida shu imtihonni o'tkazdilar. Onasini jon berishiga qarab turishliklari edi.